ishlatamsiz? Ha. Ras. Biz Uchirto'rga xizmat xodim qabul qilamiz deb e'lon bergan, bir hafta bo'ladi deganda. Ha, bir hafta bo'ldi. Bir haftadan xizmat deb kelaydimi-da? Ha, endi gap qilamki, endi bir haftadek bo'ldi emasmi? Ha, bo'ldi, ishingiz qilaver. Yaxshimisiz? Men xizmatingizda kelgandim. Ha, lider chiqansiz kirim. Ha, ma'qul, rahmat. Arzimaydi. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz. Qani o'tiring. Rahmat. Sizlar Uchirto'rga xizmatchi qabul qilamiz deb chiqarib qo'yapti ekansizlar. Mening o'qigan kasbimmi, loyiha kasbida, shunga bir şey ishlab baxsam deb kelgandim. Siz loyihalash kasbida o'qiyapman. Ha. Bizning shirkatmi loyiha qabul qilamiz deb to'g'ri e'lon bergan. Bundaqda bizning shirkatninki qoidasi bo'yicha sizmi bir hafta sinab ishlab boqing. Agar natijangiz alohida bo'lsa, anikin shirkatlarni uzun muddat to'xtamsiz ishlasangiz bo'ldi. Ha, bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Qani o'tiring. Voy. Yaxshimisiz. Siz Xizmatchi xodim qabul qilamiz deb e'lon chiqarib ekansizlar. Shunga kelgandim. ha biz loyiha qabul qilamiz degan. Shu men bo'lmish loyiha kasbida o'qigan, qila olmayman. Sizmi loyiha qilasiz? Ha. Ha, yaxshi bo'pti undaqda. Qani amsa shirkatning tuzum bo'yicha bir hafta ishlab ko'rib boqing. Sinaqda o'tgandan keyin qolgan ishlarni keyinchida ishla. Ha, ma'qul. Arz ismingiz? Mening ismim Oshigul. Unda bo'lsa xaridor kirib qoldi. Qolgan gapni sizlar ishga tushgan keyin aytlatin deshamdoq. Ma'qul. Hadi ko'rishamiz. Ma'qul. Yaxshimi safarlar? Yaxshi. Qani, o'rindilar. Madina, ketmoqchiga keling. Ma'qul. Qani o'tiraman. Yaxshimisiz? O'zingiz sizlarning bu shirkat bezakchilik qani choylar? Shunday? xapamayman qiziq achar gapirasiz. Bo'ldi, almashtirib tur. Sizlarning bu shirkat bezakchilik loyiha ishini qiladigan shirkat qo'ydaymi? To'g'ri. Bajarib diqqat qildim-ku. To'g'risi chiroqlar shirkatning bizneslarida emas, chiroq. Rahmat. Qani choyga? Ya'ni men tomirasam deganlik diqqat qildim. Ha, rahmat. Lekin pek oddiy bo'lib qopti. Manda bo'z bo'lmaydi bu. Bu shirkat biznesli shirkat turib. Bu shirkatning o'zining bizneslari bunday bo'lsa, xaridorlar qanday rozi bo'ladi? Ha? Biz cho'qim o'zgacha kishilar yoqtiradigan yangi uslub yaratishimiz kerak. Mana bu bizningki loyihalar qani be, ko'rib boqing. Har xil uslubdagi loyihalar bor. Yevropa loyihasi. Ama ko'ryapsizmi, oddiy Yevropa uslubidagi loyiha. Beydud Bekçik bu. Bundan loyiha degan Beydud Bekçik. Biz o'zimiz yangilik, ijodiy, o'zgacha bo'lgan, har xil bo'lgan loyihalarni ishlashimiz kerak. Biz? Ha? Biz shuning bilan
to'xtani deyadi bir fuqishmaslik bardan qilibdi qana ha. Men ish qilib ila xaridor bo'lib qolmoqchiysizlar ha. To'g'ri, xaridor o'xshaydi dedik. Unda emas. Sizlarning mana shirkat uchirtoriga e'lon berib ekansizlar, loyihaga qabul qilamiz deb. To'g'ri. Men shu xizmat izlab kelgan. Siz mana shirkatga xizmat izlab kelganmi? Ha. Men bu loyiha kasb bilan shug'ullanayotgani 8 yil bo'ldi. Bu oraliqda Kanada, Angliya, Yaponiya qatorliq davlatlarda o'qib kelishni o'ylagan bo'lsam, sharoit yaramay qoldi. Men nurg'un loyiha ishlarini qildim. Shirkat, do'kon, har qanday loyihalarni qilib boqdim. Xaridorlarningki yaxshi imkoniyatga erishdim. Ismim Rustam. Meni kishilar Rustam Cho'ngsifat deyishadi. Rasli Cho'ngsifat ekansiz. Shunga endi aziz kelib kelsak, men shu xizmat qilay deb kelganimda sizlar qanday qaraysizlar bunga? Demak, o'zlari mana shirkatga xizmat izlab keldimi? Ha, xizmat izlab kelgan. Yaxshi bo'pti. Agar endi sizlar bayatdan o'zimiz tushundik emasmi? Tushundigunda qobiliyatlar bo'lib qolsa, mishal bir hafta sinov tariqasida ishlab, onun yağı sınavda o'tgandan keyin uzun muddat ishlab kelsa bo'ladi. To'g'ri, sinov qilish kerak. To'g'ri. Navs men qaytay. Ma'qul. Aras, ismlari Adil, ismim Adil. Bu shu shirkatning bosh lideri. To'g'ri, bosh direktor. Adil lider. Siz Medina. Ham shirkatniki tozaqchisi. Yo'q, bizning shirkatning katibi. Voy. Sen turdi. Qaytay. Ma'qul. 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 Ma'qul, uzat budoq. Ma'qul.